Bugün 13 число? Siz isim familiyangiz nima yo'q? Hocamurodova. Xo'jamurodova? Barno. Siz qayerdansiz? Samarqand. Urgutida. Ma'run opa sizni nima bezovta qilyapti? Ana shu. 7 yil 18 yildan bo'lsa. Ana shu. So'kirishda. Og'riq mana shu pastki jag'ingizda bo'ladimi? Ana shu. Ana shu yerdan. Ana shu yerga kelgan o'zim. Mana shu yerga yo'q edi, kichik bo'lib mana shu yerga kelgan o'zimda. Ana shu. Nima ishlar qildingiz shu 17 yil ichida? Necha marta bilakad oldim. Buni arrasiz hisobsiz. Keyin o karbamazemini endi mashina bilan ishdim. Bir qop ichsizda? Bir qopam ishdi. O'sha Toshkentga bordim. Toshkentdan keyin operatsiya dedi. O'sha doktor mana bu tomondan operatsiya qildi. Mana shu yerda qara. Ana qirqilgan joydan. Undan keyin shu bir yilgina men tinch yashadim shuni arasiga. Undan keyin bu boshlandi. Uyqu yo'q edi-da menga. Bosh qo'ydim degandan boshlanadi. O'rnidan turib bacham ba'zi olimga shu qaltar bilan yo'q, yaxshi emas, zaqil uxladim shu oqshom. Duo qilib chiqdim hammalarga ishon sala. Bu darddan xohib bo'lganimga Xudoga shukr qilaman. Ey Xudo. Hammalarga rahmat. Kecha operatsiyadan oldin gaplashayotgan vaqtimizda ham 2-3 marta pristup berdi-yu, og'ridi-yu sizda. Sizga o'xshagan bemorlarga siz tavsiya qilsangiz, biz xursand bo'lamiz. Ko'pchilik bilmasdan yuribdi-da qayga bor. Bilgan yo'q edim. Mana siz o'zingiz aytdingiz-ku, mana bolalar internetda Aslida telefon qilgan kunim balansiga kelinib, onkologическийga operatsiya bo'lyapti. Bir qarindoshi bor. Men mana shu ishga o'tirman, ne doktorga gaplashaman, ne bo'la qilaman. Mana shuni pochondan dedi. Mana unaqamniki ishlarga bordi. Uni onasi ham bir vaqtda shuni olgan ekanlar. Bordi yaxshi bo'lib ketgan. Eshaqda o'ziga telefon bilan siz topib gaplashdi. Men buni bilsam agar qancha oldin kelardingiz ekan? Voy. Yuzdagi operatsiya bo'lgan joyingizni ko'rib qo'yaychimi? Operatsiya bo'lgan joyingizni ham birov topa olmaydi endi mana. Bir hafta sovuqda ehtiyot turamiz. Keyin qovun yeb ko'rsangiz bo'ladi, muzdek. Ana tashqarida turgan qovun bormi? Shunaqa shirin ekan, ko'k qovunlar bor-ku. Jizzaxdan qovun olsangiz ketishdi. 4-5 tashqariga qo'yib qo'yasiz. Bizga haqi. Jizzaxdagi shirinroqda. Jizzaxdan so'q qovunlarni olmaydi. Ilohi amin. Topgan tutganlaring baraka bersin. İşlerine duo etsin. Hammalaring topganlaring yaxshi kunlarga ketsin. Ana martabalaring bundan ham oshib ketsin. Men dadimga davo berganlaring uchun ming roziman. Sog' salomatgina yuringlar, murod maqsadginalaring yetinglar. Allohim hammalaringni darddan umuman dardlar meni ko'rgan unaqamni ko'rmali. Alloh panohiga asrasin, martabalaring bundan ham olsin. Hammalaringga rahmat. Yaxshi bo'lib qoling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Ilohi shundoq bersin, mayli. Telefon qilib turaverasiz.